Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün fiqh dərslikimizin 24-cü dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərslərimizdə fiqhinin ibadət qismininki birinci babı bolğan namaz babını oxuduq. Əmdi biz ibadət qisminin, yəni ibadət bölüküninki ikinci babı bolğan zakat haqqında toxtalımız. Əmdi zakat Erkanul İslam'ın ikincisi, yani İslam'ın törüklerininki ikincisi. Eğer şehadetini mi sanırsak, üçüncüsü. Zakatninki vacipliki, yani periz ikenliki icma bilen sabit bulağlık. Yani onun Kur'an ve hadiste sabit boğallıqıga icma var. Hiç qandaq ixtilaf yok. Onda olsa zakat degen nime? Zakat degenimiz Arap tildeki manası ösüş, ziyade buluş degen manada. Yeni bir mənisi paklaş degan ma'noda. Bu ikkili xil ma'nosi bilan zakatning asli mohiyatini aks ettirib beradi. Masalan, zakat pul malimizning o'sishiga foydasi bor. Shundaqla o'zimizni gunohdan poklaydi. Endi zakatningki ikki xil turi bor. Birisi zakatul mal, ya'ni malimizga ayiradigan zakat, yana birisi zakatul fitri, ya'ni Ramazonda qilib solgan gunohlarimizni yuyish uchun Ramazonning oxirida, ya'ni ro'za namozi tong etish bilan vojib bo'ladigan sadaqatul fitr deydigan bir zakat bor. Shunga biz zakatning ikki turini so'zlaymiz. Unda o'zi biz darsimizni boshlasak, az-zakat va anwa'iha, zakat va uning turlari. Zakatning qancha xil turi bor? Ikki xil turi bor. Birinchisi az-zakat, ya'ni zakat, yilda bir qatim malimizdan ayriladigan zakat. Yana birisi sadaqatul fitr yoki zakatul fitri. Endi zakatning hukmi nima? Zakat chiqarishninki hukmi nima desak, uning hukmi vacibun alal fawr. Darhol qilishga tegishli bo'lgan vacib, ya'ni farz. Bu yerdagi vacibdan bo'lgan maqsad, farzdan tuan vacib emas, farz. Shundaqla alal fawr. Shundaq malimiz nisobga yetdi, o'lchamga yetdi. Zakatning shartlari bizda hozirlandi, darhol ado qilish vojib, ya'ni farz. Undan keyin kim chiqaradi zakatni desa, albatta malning egasi chiqaradi, al-malik yoki malning egasi vakil qilgan odam chiqarsin bo'ladi. Ya'ni paloniga ma'qul zakat yoki paloni maldan zakat ayirvat deb vakil qilgan bo'lsa, shu vakil chiqarsin bo'ladi. Bundan keyin nerede chiqaradi zakatni? Özümüz miyada, pulumuz vatanda. Abzili, yani mustahab bo'lgani malning zakatini al-makanul ladzi fihi al-mal. Mal ba o'rindiga chiqarish, ya'ni mal ba o'rinda taqitish. Agar mal ba o'rindan o'zimiz ba o'rinda yoki boshqa bir o'rinda ehtiyoj texmi kuchli bo'lib qolsa, yotkisak hech nima bo'lmaydi. Balki u vaqt yotkash texmi yaxshi bo'ladi. Sadaqatul fitrini yoki zakatul fitrini nerede chiqaramiz degan vaqtimizda baladu shaxs, ya'ni o'zimiz tug'an yerga chiqaramiz. Sadaqatul fitrini o'zimiz tug'an yerga chiqaramiz. Bundan o'xshashla, agar o'zimiz tug'an yerning holliq saviyasi yaxshi bo'lib, boshqa yerda texnik qiyinchilik bo'lib qolsa, u yerga avazsak bo'ladi. Undan keyin uni vaqti qachon chiqaramiz? Vaqtul vujub. Vojib bo'lgan vaqt qachon desanglar, nihoyatul hul. Ya'ni pulimiz o'lchamga yetib, 1 yil to'shqan oxirgi vaqtda, ya'ni oxirgi 1 yil to'shqan vaqtida vojib bo'ladi. To'g'ri vaqtda, ya'ni chiqarsak bo'ladigan to'g'ri vaqt qachon desanglar, vojib bo'lishdan 1 yil yoki 2 yil ilgari chiqarsak ham bo'ladi. Masalan, mening nisobga yetdi, o'lchamga yetdi. Ammo daha 1 yil to'shmag'achqa, daha zakat qanday qilmadi? Vojib bo'lmadi. Hozir zakatni chiqarsam bo'lamdi? Ya'ni oldingi 1 yilning zakatini bersam bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Yoki 2 yilligini bir vasimcha bo'ladi, agar ehtiyoj bo'lib qolsa. Endi keldik zakat. Zakatninki vojib bo'lish shartlari. Kimlarga vojib bo'ladi? Qanday shartlar ostida vojib bo'ladi? Birinchidan zakat hur odamga vojib bo'ladi. Ya'ni qulga zakat vojib bo'lmaydi. Davrimizda qul yo'q, shundaqmi? Ya'ni qul bo'lib qolsa, qulga zakat vojib bo'lmaydi, chunki qulning mulki bo'lmaydi, mel bo'lmaydi. Uning mollarining hammasi xo'jayinning bo'ladi. Ikkinchisi islom. Kafirga zakat vojib bo'lmaydi. Oldi bilan u musulmon bo'lishi kerak.
Yani kelib zakat degan gunohidan poklaydi. Kafir degan gunohidan poklagudek, uning asli musulmon emas. U butunlay kafir. Shunga oldidan musulmon bo'lishi kerak. Bu poklashga tegishli kishilardan emas. Uningdan keyin balog'atga yetish va aql bu shart, vojib bo'lish sharti. Masalan, bir sarangning puli bor ekan, necha million puli bor ekan, uningga vojib bo'lamdi, bo'lmamdi? Xuddi namoz vojib bo'lmaganga o'xshash, ro'za vojib bo'lmaganga o'xshash vojib bo'lmaydi. Kichik bir sabiyning dadasidan miros qolgan puli bor ekan. Uningga vojib bo'lamdi, bo'lmamdi? Uningga bu vojib bo'lmaydi. Ba'zi boshqa mazhablarda zakat degan mol vojib, shunga uningki velisi yoki igidorchilik qilgan odam uning melidan chiqarib qo'yadi deydi, ammo bizning Hanafiy mazhabda uning milga zakat vojib emas, ya'ni farz emas. To'rtinchisi kaunul mali mimma tajibu fihi zakat. Molninki uningga zakat vojib bo'lgan narsalardan bo'lishi. Zakat hamma narsalarga vojib bo'lmaydi. Vojib bo'lgan tundagidek bir qancha xil narsalar bor. Ular qaysi? Birinchisi an-naqdan. Oltin kumush. Oltin kumushga zakat vojib bo'ladi. Mayli u so'qalgan bo'lsin, mayli kesak bo'lsin, mayli zibuznat uchun sog'an bo'lsin, oltin kumushga zakat vojib. Ba'zi mazhablar oltin kumush zibuznat uchun bo'lsa, zakat kelmaydi deydi. Oltin aslida pul xarakterida yaratilgachqa, buningga zakat farz bo'ladi. Masalan, ayollar oltin sog'an taqdirdami, kallasida bir uqum bo'ladi. Yomon kun kelib qolsa buni setib xajlayma deydigan. Demak, buningda sap zibuznat hargiz maqsad qilinmaydi. Ya'ni uning yerimi yoki azroq bo'lsa-mu, bir mol bo'lib qoldi ekan, pul tutib turadi ekan deb uning asli xarakteri maqsad qilinadi. Shunga oltin, kumush garchi zibuznat bo'lsa-mu, bizning Hanafiy mazhabda zakatni olish vojib. Ammo undan boshqa yaqut, olmos bu narsalarda zibuznat bo'lsa-mu, bularga zakat vojib emas. Ammo oltin, kumushda vojib. Undan boshqa shu oltin, kumushning xarakteriga kiradigan qog'oz pullarga zakat vojib. Undan boshqa ma'dan va rukazlarga zakat vojib. Ma'dan degan nima? Ma'dan deganimiz Alloh taolo yerning ostida yaratgan narsalar. Masalan, temir, mis deganga o'xshagan. Rukaz deganimiz jahiliyat ilgirki qadimki davrda yerning ostiga kofirlar ko'mib qo'ygan har xil butlar, asoratiqlar bu narsani topgan odam uning zakatini oladi. Uning zakati albatta boshqasininkiga o'xshamaydi. Ya'ni o'lchami o'xshamaydi. Endi biz bu haqda tafsiliy to'xtalamiz. Uchinchisi tijoratning dasmisiga zakat vojib bo'ladi. Masalan, men 100 ming dollarlik mol soldim tijorat qilay deb. 1 yil o'tdi. Buningga zakat oramdimi? Oramam. Albatta, uning qiymatiga zakat olamiz. Uning tafsiloti haqida to'xtalamiz. To'rtinchidan zakat oladigan mollar ziroat va o'simlik, mevjivilar. Ziroat va o'simliklar. Ya'ni yerga taragan narsalar. Beshinchidan yayloqda boqqan, vahshiy bo'lmagan chorvalar. Kala, qo'y, tuga. Bu uch narsaga zakat keladi. Mana zakatning 4-sharti zakat ayiradigan narsalardan bo'lishi kerak dedik. Zakat ayiradigan narsalar qaysi? Tuvandagi 5 xil narsa. Birinchisi an-naqdan, pul, mayli oltin bo'lsin, mayli kumush bo'lsin, mayli qog'oz pul bo'lsin. Ikkinchisi ma'dan va rukaz. Uchinchisi tijoratning dasmisi. To'rtinchisi yayloqda boqqan chorva mollar. Beshinchisi ziroatlar. Endi zakatning vojib bo'lish shartining 5-sharti molning o'lchamga yetgan bo'lishi yoki o'lchamning qimmatidagi miqdorda bo'lishi. Ya'ni biz zakat vojib bo'lgan mollarni bildik, shundaqmi? Endi bu mollarga qanchalik bo'lgan vaqtida zakat vojib bo'ladi. Buning nisobi bor. Shu nisobga yetsa zakat vojib bo'ladi. Buning ichidan bir narsanigida nisob o'lchami emas. U qaysi desanglar, ziroatlar. Ziroatlar oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, zamindan chiqqan narsaning hammasiga 10ning birisi o'shirsa deymiz-ku, shu oraladi. Biz bu haqda tafsiliy to'xtalamiz. Masalan, qog'oz pulimiz qanchalik bo'lsa,
85 gram oltinningki qimmatiga yetsa, oltinimiz 20 misqal yoki dinarga yetsa, bu 85 gramga teng. Kumushimiz 200 dirham yoki hozirgi hisob bo'yicha hisoblagan vaqtimizda 595 gramga yetsa, zakat vojib bo'lgan bo'ladi. Daha biz bu vaqtda tuanda tafsil to'xtalamiz. Yana kelib mal o'lchamga yetdi. Ya'ni bir odamningki 85 gram oltini bor ekan. Zakat vojib bo'ldi, shundaqmi? Ammo u odamning qarzi bor ekan. Qaqqa 10 gram qarzi bor ekan. Bu daha uni bermabdi, ammo quldi bor ekan u pul. Bunda bo'lsa-mu, ya'ni qarz o'g'achqa u qarzni qaytarsa nisob to'lab ketgachga, yana nisobga yetmadi deymiz. Shundaqla ziroatlardimi nisob shart emas. Undan keyin 6-sharti zakatning vojib bo'lishiningki al-milku tam lil mal. Shu malga, mayli oltin bo'lsin, nim bo'lsin, zakat vojib bo'lgan malga to'liq igidorchiligi bo'lish. To'liq igidorchiligi bo'lish deganimda sizlar ikki narsani ko'rsatdi. Birisi aslul milk. Shu narsa uning asli shuning bo'lishi kerak. Ikkinchisi milkul yad. Shunda quldi bo'lish kerak. Masalan, mening bir binorim bor. Ammo men buni vaqf qilib etdim. Bino kimning? Mening. Ammo vaqf qilib etdim. Buning zakat aramdi, armaydi. Buningda aslul milki bor. Asli shuning milki. Ammo quldi bormi? Yo'q. Yoki, texmi oddiy qilib aytgan vaqtimizda mening bir xalta oltinim dengizga tushib ketdi. Dengizga tushib ketsa kimning puli? Mening pulim. Pulim yo'q hozir. Zakat kelamdi, kelmaydi. Chunki bunda milkiyat yo'q. Yoki mening vatanda 100 ming dollar pulim bor. Buni Xitoyda elib oldi. Buning zakat kelamdi, kelmaydi. Pul mening geç Xitoy elib olgan bo'lsin. Ammo zakat kelmaydi. Nimishqa milkiyat yo'q. Mening qulamda emas bu. Eng oxirgi sharti zakatning vojib bo'lish 1 yil o'tish. Qaysi yilda? Shamsiyami, qamariyami? Qamariya yilda. Qamariya yil necha kun? 354 kun. Mush hisob bo'yicha 1 yil o'tgan bo'lsa. Demak, zakat vojib bo'lishining tuandikidek 6 sharti bor. Birinchisi hur qul olmaslik kerak, ikkinchisi musulmon bo'lish kerak, uchinchisi balog'a yetgan sarong olmaslik kerak, to'rtinchisi zakat vojib bo'lgan narsalardan bo'lishi kerak, beshinchisi mal o'lchamga yetgan bo'lishi kerak, ya'ni miqdori. Uningdan keyin, ya'ni to'liq igidorchilikqa bo'lishi kerak. Uningdan keyin 1 yil o'tgan bo'lishi kerak. Demak, 7 sharti bor. Endi 1 yil o'tgan bo'lishi kerak degan narsadan biz bir qancha narsalarni istisno qilib chiqarib olamiz. Masalan, mening pulim nisobga o'lchamga yetdi. Nisobga o'lchamga yetdi. Ammo 1 yil o'tmadi. Nimaga o'tmadi? Masalan, mening qo'yning o'lchami 40 desak, 40 qo'yga bir dona qo'y zakat keladi. 40 qo'y tug'di. To'qqan ballari bor. Ammo bu to'qqan ballarga taxi 1 yil bo'lmadi. Bu to'qqan ballarimi ayrim bir hisoblanadi, uningki 1 yil o'tishi yoki shu onisqa ergashamdi desa, onisqa ergashadi. Hatto malningki foydasimi, tijoratning foydasimi onun pulusuningki muddatiga ergashadi. Onun pulusining muddatining boshlanishi bilan shu tijoratning foydasi, qo'y chorvalarning ballari qanday qiladi? Ergashadi muddati. Yana kelib, ziroatga 1 yil o'tishi shart emas. Chiqqan hamallam, yerdan chiqqan hamallam qanday qilamiz? Uning o'shirisini araymiz. Endi keldik zakatni ado qilishning sahih, to'g'ri bo'lish shartlari. Qanday shaklda bergan vaqtimizda zakatimizni to'g'ri ado qilgan bo'lamiz? Birinchidan niyat lozim. Zakat olgan vaqtimizda chuqur men pulni zakatga oldim deb niyat qilgan, bergan vaqtimizda zakat niyati bilan berishimiz kerak. Masalan, bir odamga 10 ming koy pul verdim, sadiq qildim. Keyin o'ylab, Ramazon keldi, zakat oladigan vaqtim keldi. Zakat eg'ir kelib, men osh pulni zakatga hisob qilay desam, hisob bo'lmaydi. Chunki u pulni zakat niyatida bermagan. Chuqur pulniki zakat niyatida berish lozim. Ya'ni muqarina lil ada ila al faqir.
Paqirga ado qilgan vaqtimizda, paqirga bergan vaqtimizda niyatimiz bildi bo'lishi kerak. Ya'ni shu bergan vaqtimizda niyat qilgan bo'lishimiz kerak. Keyin niyat qilib olsak hisob emas. Walau hukman hukmiy jihatda bu. Masalan, kas pul sarflagan bo'lsam, bilasizki, shu kas pul sarflagan vaqtimda niyat qilgan bo'lishim kerak. Hukmiy jihatda. Ya'ni ado qilish hukmiy deb tushunsak bo'ldi. Ya'ni uningga qo'lga bermay, kas sarflagan bo'lsam-mu, shu bergan vaqtimda niyat qilgan bo'lishim shart. İkincisi temlik, ya'ni bergan odam, ya'ni og'uchi bu pulga ega bo'la olishi kerak. Masalan, men zakatga qator kiyim-kechak sotib olib, yo'l qilib qo'ydim. "Ma zakat elib elinglar" deb mubah shaklda, ya'ni hech kimni ega qilmay uningga bunday bazam bo'lmaydi. Cho'qim bergan odamning igidorchiligi bo'lishi kerak. Bu birisi. Yana birisi bi an tu'ta lil mustahaqqin, loyiq odamlarga berishim kerak. Ya'ni odam uning ega bo'la olishi kerak. Masalan, sarong'a berib qo'ysam hisob emas. Sabiyga bersam hisob emas. Cho'qim odam unga ega bo'la olishi kerak. Mana ikki sharti bor. Endi zakat keldigan mallar biz baytni dedik, birinchi nuqud, pullar. Mayli u pul oltin bo'lsin, kumush bo'lsin. Oltinning qanchak o'lchimi 20 dinaran. 20 dinar. 20 dinar. Bunun hozirgi o'lchimi qancha desak 85 gram oltinga teng. 1 dinar 4 gram pasil 25 gram. Yani 4'te 25 gram oltinga teng. 20 dinar 85 gram oltinga teng. Yani 85 gram oltin adam zakat araydı. İkincisi kumush 200 dirhem. 200 dirhem. Bu 595 gramga teng hozir. Yani 595 gram kumush odamga zakat keladi. Eng az o'lchamda. Undan keyin qog'oz pulning qimmati. Yani oltinni hisob qilamdiq yoki kumushni degan vaqtimizda buni ko'p hollarda oltin asos bo'lg'achqa oltinning qimmatini asos qilamiz. Ya'ni 85 gramning qimmatida bir pulimiz bo'lib qolsa, 85 gram oltinning qimmatida pulimiz bo'lib qolsa, uningga %2,5% zakat ayıramiz. Oltinga qanchak araymiz, kumush qanchak araymiz? 40 ga 1. Ya'ni buni persentlashtirisak 2,5% ga to'g'ri keladi. Endi men askar qo'shib tegishli bir gap. Menda 10 dinar bor ekan. O'lcham ketmadi shundaqmi? Ammo kumushdan 100 dirham bor ekan. İkisini qo'shandoq albatta qo'shamiz. Nisab qanday qilamiz? Qo'shimiz hisob bo'ladi u. Ikkilisining pulingiz. Undan keyin menda 10 dinar bor ekan. 50 dirham bor ekan, ya'ni nisab ketmadi. Ammo qog'oz puldan bor ekan bir yana 50 dirhamninki qimmatida qog'oz pul bor ekan. Shuni qo'shsam nisab qiyatdi. Bu qo'shilandi. Albatta qo'shiladi. O'zaro qo'shiladi va buningki qimmati, zakatning nisobini o'lchashda. Undan keyin zakat araydigan mal ma'adin va rukaz. Ma'dan degan yerning aslida Alloh taolo yaratgan boyliqlar. O qanday bo'ldi bo'lsanglar, jamid. Yazub va yantabu bin nar. Ya'ni o't bilan eriydigan, asli chiqqan vaqtida qattiq, ammo o't bilan eriydigan. Tumirga o'xshash, misk o'xshash. Undan boshqa yerning ostidan chiqadigan jamid emas, suyuqlik var masalan, nefit var. Bular bizning Hanafi mazhabda zakat ayıradigan ma'danlarga kirmaydi. Cho'qim bu ma'dan kirishning sharti jamid, yazub va yantabu bin nar. Ya'ni o'tda eriydigan qattiq narsa bo'lishi kerak. Hadid, tümür, nuhas, rasas qo'shash. Rakaz çoğu desa ilgirki jahiliyat davridagi ko'milib qolgan asorati qila. Bularga qanday zakat vojib bo'ladi degan vaqtimizda yajibu fihi zakat va hiyal khums. Unga zakat vojib bo'ladi 5ning biri. Nega ishlatamiz bu 5ning birini? Shu g'animatdan olgan g'animatning 5ning birini olgan, shu g'animatningki 5ning biri ishlatiladigan urug'larga ishlatiladi. Urudut tijara. Endi tijoratni desmisimi zakat qiladigan mallar degaydik shundaqo. Qanday hisoblaymiz endi buni? Men 100 ming dollarlik mal saldım do'konimga. 1 yil o'tgandan keyin bu malning bahosi o'sib 150 ming dollarga o'sdi. Ya'ni satsam 150 ming dollarga sata olayman. Olgan vaqtimdagi hisob bo'yicha zakat oramdim yoki sotadigan, ya'ni hozirgi qimmati bilan hisoblab zakat aramdim desa, şu zakat araydigan vaqtdagi kim qimmati hisob.
Zakat aydığı vaqtdagi qiymati hisob. Tajibu zakatu fi qimatil urud bihasbi si'riha fi vaqti ihrojiz zakat deydi. Zakat dasmiy malning qimmatiga vojib bo'ladi. Zakat chiqaradigan vaqtdagi bahasi hisobi bilan. Ondan keyin ziroat va o'simliklar, mevlar fakullu ma akhrajathu al-ard qalilan aw kafiran. Bizning Hanafi mazhabda buning o'lchami yo'q, nisobi yo'q. Yerdan chiqqan oz olsun, ko'p bo'lsin, shunga sayköktatlarga zakat keldi bizning Hanafi mazhabda. Buning qanchalik keladi? Al-ushru. 10ning 1si keladi. Shunga o'shur ayimiz deymiz-ku, o'shur degan gap 10ning 1 degan gap. 10ning 1i keladi fi ma suqiya bighayri mu'na. Yomg'ir orqali suvga yavlab qolsa, ya'ni chiqim tortmay suvga yerdan chiqqan o'simlik va ziroatlarga 10ning 1ni ariymiz, nisful ushri. 20ning 1ni ariymiz, chiqim bilan suvag'an bo'lsak. Ya'ni suv pulini to'lab, iriqlarni suv boshlab ekib targa yavib qolsa, 20ning 1ni ariymiz. Ondan keyin al-an'am chorvalar. Chorvalar haqida biz tuan to'xtalamiz, ya'ni qo'y, kala, tuga bular qanday zakat keladi, qanchasiga bir keladi, bu haqida biz keyingi darsimizda to'xtalamiz. Bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور